Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa yana bir yangi sanuzelimizni bitqizdik. Bismillahirrohmanirrohim. Bu birinchi xonamiz. Razdevalka. Razdevalka to'g'rida oynamiz, rakvinamiz joylashgan. Oynamiz ham mana o'zida yonadiganlari bor. Va o'ng tomonimizda mana arestonimiz joylaganmiz. Eshikdan kirganda chap tomonda dushovoy zona. Bismillah. Ko'rishlaring mumkin. Pollarimiz polni keramogranit kafellari bo'lgan, taglari tepli pol bo'lgan. Devorlarimiz keramogranit 120 lik kafellardan terilgan. Mana smesitlimiz ko'ryapsizlar, patologlarimiz dekor bo'lgan. Burchaklarimizni ham 45 gradusga kesib, atkoslariga ham kafel yopishtirganmiz. Va yana to'g'rida yana bitta xonamiz bor. Bu joy hojatxona. Unitazimiz joylashgan. Ko'rishlaring mumkin. Va chap tomonimizda mana kichkina kollektorchamiz joylashgan nasos bilan. Kotyoldan kelgan suvni aylantirib beradi.